Bu birinchi bo'ladigan ishimiz nima qilamiz? Birinchi amallar tartibini belgilab olamiz. Eng birinchi nimani ishlayapsizlik? Qavs ichini ishlaymiz. Qavs ichiga kirganimda birinchi qo'sh shu ekan, ikkinchi ayrı ekan. Qavsdan chiqyapman, uchinchi ish bu bo'lyapti. Qavs tugadi, endi to'rtinchi ish bu bo'ldi. To'rtinchi ishni tugatgandan keyin surat uje ishlam bo'ldi. Endi mahrajga tushib, plyus bilan minus bor ekan. Birinchi plyusni ishlab olaman, ikkinchi ayrı ishlab olaman. 7-chi ish nima bo'ldi? Bo'luv bo'ldi. Endi keyingisiga o'tyapman. Keyingisini surati 8 bo'lyapti, 9 bo'lyapti, 10 bo'lyapti. 10 bo'lyapti. Suratini mahrajga bo'lishimiz 11 bo'lyapti. 12 oxirgi ishda qo'shuv bo'lar ekan. Demak, birinchi ishimiz 17 taqsim 40 da qo'shaman 0.6 ga qo'shaman ekan. Demak, 17 taqsim 40 bo'lyapti. Birinchi ishni yozib olyapman. 17 taqsim 40 plus 0.6. Kelinglar 0.6 ni men aylantirib olaman. 17 taqsim 40 plus 6 taqsim 10 bo'ladi. Ikkalasiga qisqartirmasdan beraveraman, chunki osonroq berishga qulay bo'lib qoladi. 40 bilan 10 ga mahraj nechi? 40 da o'zi. Buni 4 ga ko'paytirib qo'yaman, buni 1 ga ko'paytirib qo'yaman. Natija 40 17 plus 6 kere 4 24. Natija 17 24 ni qo'shadigan bo'lsam 30 41 taqsim 40 bo'lyapti. Endi ikkinchi ishimga o'tyapman. Ikkinchi ishim 41 taqsim 40 ni dan ayryapman 0.005. Men bu 10lik kasr bo'lyapti. 10lik kasrni men surat noto'g'ri kasrga aylantirib olaman. Noto'g'ri kasrga aylantirib oladigan bo'lsam 41 taqsim 40 osonroq qilib ketaman. 5 taqsim nechi bo'ladi? Bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita, uchta suryapman. Shuning uchun nechi bo'ladi? 1000 bo'lyapti. 1000 bo'ladigan bo'lsa 5 bilan 1000 qisqarib ketadi. 41 taqsim 40 minus 5, 1000 ni 5 ga bo'lib olsam 200 bo'ladimi? 1 taqsim 200. Endi 40 bilan 200 ga umumiy mahraj nechi bo'ladi? 800. 200 ni o'zi bo'ladi. 200 ni o'zi bo'lsa 40 ni nechaga ko'paytirishim kerak? 200 qilish uchun 5 ga ko'paytirishim kerak. Teng. Shunda 200 bo'lyapti. 41 ni 5 ga ko'paytirsam 205 minus 1 mi? Buni 1 umumiy mahraj bu bo'lgan, shuni yozib ketdim. 204 taqsim 200 degan natijani keldik. Endi qavs ichini bajarib oldik. Qavs tashqarisiga chiqyapman. Yana bitta qavs tashqariga chiqyapman. Uchinchi ishda 1.5 dan 1 bo'lyapti. Bo'lingan 204 taqsim 200 bo'lyapti. To'g'rimi? Men noto'g'ri kasrga aylantirib olaman va bo'luvni ko'paytirishga ajratib 200 ni oyog'ini osmondan qilaman. 5 bo'lyapti. 5 kere 5, 1 da qo'shsam 6. Ko'paytirilgan 200 tepaga chiqyapti, 204 pastga tushyapti. 200 bilan 5 qisqarib ketdi, tepada 40 qolyapti. 204 2 ga 4 ni qo'shsam 6 bo'ladi. Demak, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan va juft bo'lgan son bu 6 ga bo'linadi degan, to'g'rimi? 204 ni 6 ga bo'laman. 204 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsam, nechi bo'ladi? 20 ni ichida 6 talidan 3 ta. 3 ta bor. 3 kere 6 18. 2 24 24 0. Demak, javobim 34 bo'lar ekan. Pastda 34 bo'lyapti. Demak, 40 taqsim 34 bo'lyapti. Buni 2 ga qisqartirib oladigan bo'lsam, 20 taqsim 17 bo'ladimi? 20 taqsim 17 bo'ldi. 3 ishda bo'ldim. Endi 4-chi ishga o'tyapman. 4-chi ish menda nima edi? 4-chi ish 20, 3-chi ishdan chiqqan javobni ko'paytirib qo'yaman. 20 taqsim 17 ni ko'paytiraman 1.7 ga. 1.7 ni noto'g'ri kasrga aylantirmoqchi bo'ladigan bo'lsam, 20 taqsim 17 ko'paytirilgan 17 taqsim 10 mi? Chunki 7 ni bitta bu yoqqa surganim uchun 10 ni o'zi chiqib ketdi. 10 bilan 20 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsam 2. Demak, tepa kasr tarafim necha chiqdi? Kasrning surati 2 ga chiqdi. Endi 4-chi ish bo'ldi, 5-chi ishga o'tib ketyapman.
Beshinchi ish nima edi? Beshinchi ish уже mahrajga tushyapman. 6 taqsim 5 ga qo'shyapman. 1,3 dan 1 teng. 5 taqsim 6 qo'shilgan. Xo'p, 3 kara 1. 3 4 taqsim 3 teng. 6 bilan 3 ga mahraj. 6. Buni 2 ga ko'paytiraman, buni 1 ga ko'paytiraman. 6 bo'ladi. 5 plus 4 kere 2 8 bo'ladi. Teng 13 taqsim 6 degan natija keldi. Xo'p, endi 6-ishga o'tyapman. 6-ish 5-ishdan chiqqan natijadan ayiraman. 1,30 dan 20 edi. 13 taqsim 6 dan ayirayman. 30 va 23 teng 13 taqsim 6 minus 30 53 bo'ladi. Okey, teng umumiy mahrajga kelasiga 6 bilan 30. Buni 5 ga ko'paytiraman. Natija 30 3 ta 15 3 ta 5 ga ko'paytir 13 ta 5 ga ko'paytirsam 50 65 bo'ladimi? 65 minus 53. Necha bo'ladi 65 dan 53 taqsim? 12 taqsim 30. Qisqartirib olsam bo'ladimi? 3 ga qisqartirib olaman. 4 taqsim 10 bo'lyaptimi? Uni yana nechaga qisqartiraman? 2 ga qisqartirib olaman. 2 taqsim 5. Hop, 6-ish ishda bo'ldi. 7-ish nima edi? 7-ish menda tepadagi suratda yo'q, 4-ishda. Suratda mahrajga bo'lib olishim kerak. Surat necha chiqqan? Suratdan 2 chiqqan. 2 ni bo'laman nechaga? 2 taqsim 5 ga. Bo'luv qoidasini eslatib o'tganimdek, birinchisi o'zi yoziladi, unisi oyog'i osmondan bo'ladi. To'g'rimi? Buni tagiga 1 yozamiz. 2 bilan 2 qisqarib ketadi. 1 o'ziga qisqarib ketadi va natija 5 chiqadi. Demak, 7-ishim 5 bo'ldi. Demak, bu tarafi hammasini ishlab bo'ldi. Endi 8-ishga o'taman. 8-ishda nima deyapti? 4,175 qo'shilgan 7,2 dan 1. 4,175 qo'shilgan 7,2 dan 1. 2 dan 1 degani nima degani edi bolalar? Ko'paytirib qo'shish. Yarimmi? Yarim degan edi. Shuning uchun buni 7,5 deb olaveramanmi? Endi 'lik asrlarda qo'shish qanaqa edi? 'lik asrlar qaymatlar qo'shiladi. 4,175 qo'shaman 7,5. 5 o'zi tushadi. 2 bir dilda 4 ga yetdi. 12. 1 dilda 12. Virgül o'zining joyida turadi. Demak, 12,125. Demak, 8-ish chiqdi. 9-ish. 9-ishimda aytyaptiki, 9-ishimda 33 bo'lingan 4,7 dan 5. Hop, 9-ish bu joyga yozyapman. 9-ish 33 da bo'laman ekan 4,7 dan 5 ga. Bo'luv qoidasiga asosan 33 tagiga 1 yozib olaman, ko'paytirib qilaman. 7 tepaga chiqadi. 7 kere 4. 28 ga 5 qo'shsa 33. 33lar shundoqqina qisqarib ketadi. 7 ni o'zi tushadi. Hop, 9-ishni bajarib oldim. 10-ish nima edi? 10-ish 8-ishda 9-ishga bo'laman. 10-ish. Hop, 8-ishning javobi qayerda edi? Bu yerda edi. 12,125 12,125 bo'laman 7. Hop, 10lik asrlarni bo'lish qoidasiga ko'ra bunda nima qilamiz? Bunda shundoqqina ishlab ketaveramiz. Hop, 12-da 7 ta bitta bor. 1 kere 7 7 bo'ladi. 5 tushadi. 52 bo'ladi. 52 ni 7 tarafida 7 ta bor. 7 kere 7 49. 3 bo'ladi. 35 ni ichida 7 tarafida 5 ta bor. Va virgül 2 ta edi. Shuning uchun 1,75 deb turib belgilab qo'yaman. 10-ishim 1,175 chiqdi. Demak, 10-ish chiqqandan keyin 11-ish qaysi holatga keldik? 11-ishda 1,175 da bo'laman 0,125 ga. Buni qiynalib yurgandan ko'ra ikkalasini ham qanday qilamiz? Virgulini xohlasam o'ng tomonga bir xil suraman, xohlasam chap tomonga bir xil suraman. Kelinglar, men o'zimdan o'ng tomonga 2 xonadan suraman. Shunda 175 bo'lingan 25 degan javobga kelib qolyapmanmi? To'g'rimi? 175 ichida 25 dan nechta bor? Bitta. 7 ta bor. 8 ta bo'lganda 200 bo'ladi. 7 bo'ldi. 7 bo'ldi. 11-ish chiqdi. Endi 12-ish ham 7-ishda 12-ish ham
yettinchi ishda topib olaman. Yettinchi ish 5 chiqqan. Yettinchi ishda qo'shaman. Nechinchi ishga? 11-chi ishga qo'shaman. 7 chiqqan. Javob 12 bo'ladi. Ko'chirib olamiz. Yo o'zingizlar ishlaganinglar bor. Bor.